Bu Gollivudning eng telba aktrisasi har bir ijro etgan roli uchun 10 million dollarlab gonorar oladi. Helena Bonham Carter. Nima uchun uni telba deb atashadi? Sababi aktrisa unga berilgan har bir rolni sevib, telbalarcha uni o'rganadi va jismu jonini tikib ijro etadi. Uning rollarini tomosha qilgan tomoshabinlar esa aqldan ozishadi. Helena Harry Potter filmida Bellatrix Lestrange obrazida yuz ko'rsatgan vaqt zaldagi tomoshabinlar muz qotishgan. Aktrisaga qanday rol berilishidan qat'iy nazar, Helena ularni benuqson darajada ijro etgan. Ayrimlar uning mahoratini Johnny Deppga tenglashtirishsa, ayrimlar uni Gollivuddagi eng murakkab obrazlarni ijro eta oladigan barmoq bilan sanoqli yulduzlardan biri deb hisoblashadi. Siz ushbu aktrisa ijro etgan obrazlarni 10 balldan necha ball bilan baholagan bo'lardingiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentariya bo'limiga yozib qoldiring.